Ayol kishi xuddi devorlari yorilgan uyga o'xshaydi. Agar uni vaqtida mustahkamlab, mehr bilan suyab turuvchi bo'lmasa, u qulab tushishi mumkin. Mahallamizda bir afsona bor edi. Sobir bobo va uning sehrli mixi. U qaysi xonadonga kirsa, o'sha uydan g'am ketar, o'rniga halovat va sirli bir rohat kirib kelardi. Men bu voqealarni shunchaki kuzatuvchi edim, to o'zimning yuragimda ham shunday bo'shliq paydo bo'lmaguncha. Oshxonadagi bug'lar orasida o'sha yigitning surati va mening 5 o'lchamdagi somsam. Bugun sizga yolg'izlik, najot va kutilmagan muhabbat haqida so'zlab beraman. Assalomu alaykum, Hikoyachi Mom kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Hayotda shunday insonlar bo'ladiki, ular so'z bilan emas, harakat bilan qalblarni davolaydi. Bugungi hikoyamiz 2 qismdan iborat bo'lib, u insoniy ehtiyoj, mehrga tashnalik va taqdirning g'aroyib o'yinlari haqida. Agar tayyor bo'lsangiz, chiroqlarni pasaytirib, qalb qulog'ini tuting. Biz boshladik. Mahallamizda Sobir boboni tanimagan odam yo'q edi. U kishi shunchaki usta emas, balki singan ko'ngillarning, dars ketgan oilalarning tabibi edi, desam adashmayman. Uning qo'lidagi katta, zalvorli mix va bolg'asi xuddi sehrli tayoqchadek edi. Ayollar, ayniqsa yolg'iz, ro'zg'or yuki yelkasini bosgan, erining e'tiboridan chetda qolgan ayollar Sobir boboni o'zgacha hurmat va umid bilan kutishardi. Birinchi bo'lib Zuhra opa chaqirdi. Esimda, o'sha kuni havo bulutli edi. Zuhra opa eridan shikoyat qilmasdi, lekin ko'zlarida "Meni himoya qiling" degan yozuv bor edi. Sobir bobo, keling, dedi u ovozi titrab. Erim boru, lekin yo'qdek. Kechalari eshiklar g'ichirlaydi, shamol uvillaydi, u esa uxlab qolaveradi. Men qo'rqyapman. Sobir bobo miyig'ida jilmaydi. Uning yuzida tushunaman degan ma'no bor edi. U katta mixini qo'liga oldi. Eshikning bo'shashgan joylarini topdi. Har bir urilgan bolg'a ovozi Zuhra opaning yuragidagi qo'rquvni haydagandek bo'ldi. Ish bitgach, eshik mustahkam bo'ldi. Lekin gap faqat eshikda emasdi. Ular kechgacha suhbatlashib o'tirishdi. Sobir bobo unga shunchaki usta emas, suhbatdosh, tinglovchi bo'ldi. Zuhra opa o'sha kuni ilk bor xotirjam nafas oldi va aytishlaricha, o'sha tunda yonma-yon, ruhlari taskin topgan holda uxlab qolishdi. Bu jismoniy yaqinlik emas, bu ruhan himoyalanish edi. Ertasiga navbat Dilnoza opaga keldi. Uning dardi boshqacha edi. Menga yordam bering, tunlari xayollarim meni yeb bitiryapti, dedi u. Derazalari shalvirab qolgan, xuddi o'zining asablari kabi. Sobir bobo odatdagidek ishni boshlashdan oldin ayolning ko'ziga tik qaradi. Og'riq bormi, so'radi u. Bu savol jismoniy og'riq haqida emas, qalb og'rig'i haqida edi. Dilnoza opa, yo'q, faqat charchoq, dedi. Sobir bobo katta mixni deraza romlariga qoqdi. Har bir harakati aniq va ishonchli edi. Dilnoza opa bu jarayonni kuzatib, o'zini xuddi kimdir uning hayotini tartibga solayotgandek his qildi. Ular ham tunni sokin suhbat bilan o'tkazishdi. Deraza endi sharaqlamas, Dilnoza opaning ham uyqusi tinch edi. 3-kuni Shahnoza opa. U go'zallikka o'ch, lekin ichi bo'sh ayol edi. Devordagi rasmlar qiyshayib qolgan. Men shunday rohat olishni xohlayman, dedi u rasmlarni ko'rsatib. Yana hayotim ham shu rasmlardek tekis va go'zal bo'lishini istayman, demoqchi edi. Sobir bobo mixni ozgina moyladi. Bu uning ishga bo'lgan nafis yondashuvi edi. Devorga mix qoqilganda Shahnoza opa yengil tortdi. Bunchalar rohat bo'lmasa, dedi u. Bu so'zlar ostida shunday kuchli erkak qo'li yetishmayotgandi degan ma'no yotardi. 4-kuni Gulbahor opa. Eridan ko'ngli qolgan ayol. Erim mening ko'nglimga qaramaydi, dedi u yig'lamsirab. Sobir bobo unga taskin berdi, siqilmang. Hammasi sizning ko'nglingizdagidek yo'lga tushadi. Uning og'riq bormi degan savoliga Gulbahor opa yo'q deb javob berdi, chunki Sobir boboning borligi o'zi barcha og'riqlarni yuvib ketgandek edi. Ish tugagach, ular choy ichib uzoq dardlashdi. Erta tongda Sobir bobo uyga qaytar ekan, o'zining sadoqatli hamrohi katta mixini silab qo'ydi. Mening sevimli mixim.
Sen bilan qancha ko'ngillarni obod qildik-a, deb pichirladi. U shunchaki ta'mirchi emas, u yolg'iz ayollarning siniq umidlarini yamovchi usta edi. Men bu voqealarni ko'rib, kuzatib ulg'aydim. Lekin vaqt o'tib, taqdir meni ham o'sha ayollar kabi kutish va sog'inch domiga tashladi. Men shaharning gavjum, lekin men uchun kimsasiz bir burchagidagi kichik oshxonada ishlardim. Tong sahardan hali quyosh chiqmasdan kelardim. Oshxona jimjit. Faqat muzdek idishlarning jarangi va pichoqning taxtaga urilgan tovushi. Har tong stolni artaman. Bu shunchaki tozalash emas. Bu xuddi hayotimning changini artgandek, kimnidir kutib, yo'liga ko'z tikkan ayolning ibodati kabi edi. Har bir harakatimda bir umid, bir orzu yashiringan edi. Bugun kelarmikan? Bugun o'sha nigohni ko'rarmikanman? Kunlar bir xil edi. Xamir qoraman, go'sht to'g'rayman, somsa tugaman. Lekin yuragimning bir chekkasi huvillab turardi. Sobir boboning mixi singari menga ham ruhimni mustahkamlaydigan bir tayanch kerak edi. Va bir kuni o'sha tayanch, o'sha umid oshxona eshigidan kirib keldi. U oddiy yigit edi. Ko'rinishi kamtarin, kiyinishi oddiy. Lekin uning nigohi. U stulga o'tirdi. Men buyurtma olgani borganimda u menga qaradi. U taomga och odamdek emas, balki qalbga tashna insondek qaradi. O'shanda birinchi marta sezdim, kimningdir nigohi mening yuragimni siypalab o'tgandek bo'ldi. U somsa yedi, choy ichdi. Lekin men sezdimki, u taomdan emas, mening borligimdan, shu yerdagi muhitdan lazzat olayotgandek edi. Kunlar o'tdi. U har kuni bir vaqtda keladigan bo'ldi. Biz gaplashmasdik. Faqat nigohlar va o'rtadagi issiq somsa. Menda yangi odat paydo bo'ldi, kutish. Eshik g'ichirlasa, yuragim shig'i etib ketardi. U kelmasa, dunyo rangsizlanib qolardi. Bir kuni u stol ustida telefonini unutib qoldirdi. Men uni olib qo'ymoqchi bo'ldim va tasodifan ekran yondi. U yerda uning o'z surati bor edi. Oddiy surat. Lekin men unga tikilib qoldim. O'sha nigoh, o'sha jilmayish. Men o'zimni to'xtata olmay, o'sha suratni o'z telefonimga tushirib oldim. Bu mening kichik o'g'riligim, mening yashirin xazinam edi. Tunlari oshxona bo'shagach, men o'sha stolda o'tirardim. Uning o'tirgan joyini silardim. Telefonimdagi suratga qarab soatlab xayol surardim. Qani endi yonginamda bo'lsang, deb pichirlardim. So'zlar ojiz edi. Men hislarimni qanday izhor qilishni bilmasdim. Va men o'zim bilgan yagona tilni, taom tilini tanladim. Ertasiga u kelishidan oldin men maxsus tayyorgarlik ko'rdim. Oddiy somsalar 1:1 bo'lsa, men u uchun 5:1 o'lchamdagi somsa tayyorladim. Bu nima degani? Bu xamiri yupqa, ichi esa to'la go'sht va eng asosiysi, mening butun mehrim, butun muhabbatim degani edi. Har bir tugishimda seni sevaman, meni ko'r, meni his qil degan niyatlarni joyladim. Bu somsa emasdi, bu mening yuragim edi. U keldi. Odatdagidek joyiga o'tirdi. Men o'sha maxsus somsani uning oldiga qo'ydim. Qo'llarim titrardi. Qaniydi shuni yeb mening dilimdagini bilsa deb o'yladim. Bu men uchun bir marosim edi. Go'yo har safar u mening qo'limdan taom yeganda, men o'sha Sobir boboning ayollarga bergan rohatini, o'sha taskinni his qilardim. Uning qorni to'ysa, mening ruhim to'yardi. Har tong shu holat takrorlanardi. Men stolni artaman, suratga qarayman va yana o'sha 5:1 somsani tayyorlayman. Go'yo bu ish yuragimdagi og'irlikni yengillatardi. Bir kuni u somsani yeb bo'lib menga qaradi. Lekin bu safar ketmadi. Oshxona bo'sh edi. Yomg'ir shivirlab yog'ardi. U o'rnidan turib kassa yoniga, mening oldimga keldi. "Rahmat", dedi u. Men boshimni ekdim. Yoqimli ishtaha. U jilmaydi. "Bilasizmi", dedi u past ovozda. "Men bu yerga har kuni faqat taom uchun kelmayman." Yuragim to'xtab qolayozdi. Men shu taomdagi mehr uchun va asosiysi sizning mana shu ma'yus, lekin go'zal tabassumingiz uchun kelaman. Bu gaplar
Ular xuddi Sobir boboning mixi kabi mening qalbimdagi barcha darzlarni birlashtirib yubordi. Men yig'lab yuborishimga oz qoldi, lekin o'zimni tutib kulib javob berdim. Men esa siz keladi deb har kuni yanada mazaliroq, yanada mehrliroq qilib pishiraman. Shu bir og'iz so'z o'rtadagi devorni yiqitdi. Bizning nigohlarimiz to'qnashdi. O'sha sovuq oshxona birdaniga dunyodagi eng issiq joyga aylandi. U qo'lini uzatdi. Men kaftimni uning kaftiga qo'ydim. Uning qo'llari issiq va ishonchli edi. Shu kundan boshlab mening hayotim o'zgardi. Sovuq oshxona endi yolg'izlik maskani emas, muhabbat uyi edi. Endi har bir tong, har bir yopilgan somsa, har bir artilgan stol bu bizning sevgimiz ramzi edi. Sobir bobo o'z mixi bilan uylarni ta'mirlagan bo'lsa, bu yigit o'zining muhabbati bilan mening vayrona qalbimni ta'mirladi. Men tushundimki, ayol kishi uchun eng katta rohat bu devordagi mix yoki derazaning butunligi emas ekan. Eng katta rohat bu seni tushunadigan, seni kuta biladigan va sening mehringni qadrlaydigan insonning yonida bo'lish ekan. Azizlar, agar siz ham qayerdadir, qaysidir sovuq burchakda yolg'iz o'tirib, kimnidir kutayotgan bo'lsangiz, umidingizni uzmang. Har bir qalb uchun atalgan bir usta yoki bir mijoz albatta keladi. Muhimi, yuragingizdagi olovni va qo'lingizdagi mehringizni so'ndirmang. Chunki chinakam muhabbat bu eng mazali taomdan ham shirinroqdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Hikoyamiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, Hikoyachi Mom kanaliga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bizda hali aytilmagan sirlar ko'p. O'zingizni va sevgilingizni asrang. Xayr.